30-60 video karta bilan yig'ilgan zborkalarni ko'rsatinglar dedinglar. Hozir men sizlarga bitta zo'r zborka tayyorlab qo'ydim. Sizlar uchun keskinlarni yozib, FPS-larni ham ko'rsatib qo'ydim. Hozir narxlarni ham aytaman, FPS-larni ham ko'rsatib o'taman. Hop. Juda ham chiroyli keski yig'ilgan, havo aylanishlariga atdельный e'tibor berilgan, 4 kullerli RGB. Hop, kesimlarning xarakteristikasini ko'rsanglar bo'ladi. Hop, AMD Ryzen 5 7500F protsessori turibdi. 16 GB operativ xotirasi bor, 512 GB M2 NVMe turibdi va RTX 3060 12 GB video kartasi ham bor. Hop. Ko'rayotganinglar-da mana 300 FPS gacha bemalol maza qilib o'ynasanglar bo'ladi bu zborkamizda. Ana endi bu kesimlarning narxidagi. Kesimlarning o'zi bor yo'g'i $899 turibdi. Tayyor наличиеda bemalol Malika savdo kompleksidagi do'konimizga kelib xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Undan tashqari monitorlarimiz ham bor. Gigabaytdan ko'rasizlar, sifatini 25 diagonalli 200 Hz monitorimiz bor. Sifatiga bitta e'tibor berasa, like bosib qo'yasiz. Bundan tashqari monitorlarimizning assortimenti juda ham ko'p. Bemalol do'konimizga kelib yoqqanini xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, yaqinlarga yuborib qo'yinglar va albatta kommentariyada izohinglarni kutib qolaman. Sizlarni bo'lsa X do'konlarida kutib qolamiz.